Mis vazi aldım Madina'dan. Bu mis choynaydi. Mana uni eski bozordan olgan edim 2 million 200 mingga jupini. Keyin bu orqasidagi mana bu mislarni 50 dollarga bergan edingiz Madina. Endi bugun Madina mana bu misni olib keldi. Buni bahorda olgan edim. Hozir jupini, mana ikkalasini jupini 300 dollarga oldim. Keyin yana bitta xoneti mana turibdi. Mana. Shu jupini 300 dollarga oldim, 600 dollarga. Jami 4 ta oldim. Rahmat Madina, barakasini bersin. Ilohim buyursin. Uyimga chiroyli qilib bezatib qo'yi. Ketyapsizmi? Yaxshi boring. Xo'p. Rahmat Madina. Ilohim aytganingiz kelsin. Xudo xolasa. Rahmat sizga. Kasbkoringizga Alloh baraka bersin Madina. Halol kasb qilyapsiz. Mana dadam toshyaptilar sedanalarimizni podvalga. Madina, men chiqmay qo'yaveraman, chapga buraysiz tagini. Ha. Hozir. Ha, sim ko'tarolmayman-da, qarashay desam. Og'ir biram. Necha kilo bittasi? 13 kilo. 13 kilo bittasi. Mana taksi keldi. Chiqib ketyapti. Hozir o'g'lim. Mana quyosh panellarimiz, shu quyosh panel haqida bir gap aytmoqchiman. Kimki daromad qilmoqchi bo'lsa, quyosh panel qo'ysangiz, bundan daromad qila olmaysiz. Chunki bu quyosh panel puli bor odam qo'ydirsa, o'sha oylik rasxodi chiqib turadi. Masalan, bekorchi turgan puli bor odam qo'ydirib olsa, o'sha pulidan har oyda 5 million, 6 million tushadi. Bog'cha pulingiz, kommunallaringiz, ro'zg'oringiz, shunaqalaringizga yarab turadi. Lekin daromad qilaman, shundan boy bo'laman deb quyosh panel qo'ydirsangiz, tavsiya qilmayman. Nimaga deying? Qarzga qo'ydirishadi ko'pchilik, bo'lib berishga. Buni puli mana shu kungacha 57 million pul tushgan bir yilda. Men 160 millionga qo'ydirganman. Demak, bir yil bo'lsa 2 yil, 3 yilda uziladi puli. 2 yil, 3 yildan keyin nima bo'ladi bilib olmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, siz uni rassrochkaga qo'ydirsangiz yo kreditga qo'ydirsangiz, ham kreditini to'laysiz. Bu quyosh panel o'zini tushgan pulini o'zini yopaman deb o'ylaysiz, lekin barakangiz ketib qoladi. Shuning uchun siz hech svetingiz rasxodini qilgani 10 kilovat qo'ydirib olsangiz, svetingizni ko'tarib turadi bemalol. Biznikida rasxod katta, 5 ta konditsioner ishlaydi. Sedana tayyorlaydigan seximizda 6 ta sedana maydalaydigan katta aylanmada aylanadigan apparat ishlaydi. Mana g'ing'illab ovozi eshitilyapti. Mana shu rasxodlarimiz bir kunda 100 ming so'mlik svet yoqar ekanmiz. Qishda bir kunda 100 mingdan ham ortiq svet yoqar ekanmiz. Chunki xonalar ko'p, isitishga kerak bo'ladi, yozda sovutishga kerak bo'ladi. Kir mashinalar 2 tadan. Xullas kalom, meni svet rasxodimni yopib turib, oyiga menga 4 million, 5 million, 6 million, 7 milliongacha pul tashlab beryapti. Bu keyin meni bolalarimni repetitoriga, yozda kunida cho'milishga borishlari, bog'cha pullariga, svetdan keladi, gazdan keladi, yer solig'i chiqadi. Shularni yopib turishimga yetadi xolos. Endi siz o'ylab ko'ring. Masalan, 12 ming dollarga qo'ydirsangiz, naqd pulingiz bo'lsa, foyda qilasiz. Lekin 1 so'm pulingiz yo'q bo'lsa, qarzga pul olib qo'ydirib ishingizni tavsiya qilmayman. Yaxshisi qarzsiz, kreditsiz, o'zingiz pulingizga 10 kilovat yo 5 kilovatdan qo'ydiravering, rasxodingiz yopib turadi. Boshqa narsaga men tavsiya qilmayman. Shunaqa biz hozir endi xo'p, eshikni yopib qo'yma. Kirlarni yuvishyapti. Mana uyga tozalagich, uborkachi chaqirgandim. O'zimni kuchim yetmaydi. Men sedana qilishim kerak. Biz maydalashyapti. Mana bu yerda sedanalarni yuvib
yuvib mana qurityapmiz. Elaymiz buni. Hozir men elagan joyimizni ham ko'rsataman. Qarang, elaymizda, keyin yuvib quritamiz. Mana bu yerda shunda elaymiz. Elaganda bundaqa yomon narsalari chiqib ketadi. Elab keyin mana qarang, qo'lim kir bo'ldi. Elab qipig'ini olib bo'lib, mana shunaqa qilib elab o'tiramiz. Olib bo'lib, keyin yuvamiz. Halollikda baraka bor, biz taqvo qilib qilamiz. Endi yana bitta gapim. Qattan bilamiz ruqiya o'qitilganini, hech ham ruqiya o'qitishni ko'rsatmaysiz deysizlar. Bizda O'zbekiston demokratiya davlat, din erkinligi, Qur'on o'qilayotgan qorilarni qo'ysangiz, ularga hujjating bormi deb jarimaga tortishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ham diniy gaplar gapirsangiz, hozir ma'muriy javobgarlikka tortilyapsiz-ku. Men ularni video qilsam, uyimda diniy ma'ruza o'tkazayotgan, diniy marosim o'tkazayotgan bo'lib qolaman va unga men jarimaga tortilishi mumkin. O'shuning uchun men primoy o'sha joyidan asal bilan zaytun moyiga dam solinganini soldirib, o'zim retseptini beraman, uyimizga olib keltiramiz. Ularni masalan qorilarni dam solayotganini, chiroyli qilib o'qiyotganini video qilish juda odobsizlik va uni video qilmayman. Keyin mo'min musulmon odam ishonchli bo'lish kerak. Masalan, men sizga 40 marta Yosin surasi jonli o'qilgan deyapmanmi? Iymoni bor odam ishonadi. Iymoni yo'q odam aldayapti deydi. Biz aldab qora sedanaga dam solingan deb sotganimizda Xudo bizga bunaqa baraka bermas edi. Chunki yolg'onda baraka yo'q deganlar payg'ambar alayhisalom. Yolg'on barakani uchiradigan eng katta narsalardan ekan. Yolg'on ishlatmaymiz biz. Qora sedanaga rostdan ham 40 marta Yosin surasi jonli o'qilgan. O'shaning uchun ichingizdagi sehrlarni, ziyonlar, nazarlarni chiqaradi. Ichganingizda tezda foydasini bilasiz. Mana dadam menga yordam beryaptilar. Hammani bolasi shirin o'ziga. Bolalarimni yo'lga soldilar. Endi o'zlari podvalga olib kirib, sedanalarni joylayaptilar. Biz sedanani mesnisini olamiz, ya'ni mesni nima degani o'zbekcha? Mesni mahalliy sedana olamiz. Mana dadam bechora tanajonlari sog' bo'lsin dadamni. Podvalimizga yana sedanalarni joylayapmiz. Nimaga mesni degan savolga javob beraman. Pokistonda yoki chet elda sedanasini bo'yashadi, keyin ichi puch bo'ladi. Bizda O'zbekistonda sedanasi ichi niq bo'ladi, shirin bo'ladi, yog'i ko'p bo'ladi. Keyin o'ta achqimtil bo'lmaydi, shirin bo'ladi. Pokistondagi yana chet elda sedanasi bo'lsa, puch bo'ladi, achqimtil bo'ladi, dimog'ingizni, metingizni achishtiradi. Shuning uchun biz o'zimizni O'zbekistonda sedan yetishtiradigan plantatsiyalaridan birinchi qo'l olib keltirib shunaqa qilib olamiz. Asalda ham xuddi shunaqa. Asalchi tog'a bor. Shunaqangi toza, qimmat, yaxshi asal beradilar bizga. U asalni yesangiz ham tomog'ingiz olmaydi. Sahrlari sahrini ham ko'tarmaydi. Keyin u asal hatto asalni foydasini bilasizlar, ichaklarni yuvib qurtlarni tushiradigan asal. Jigarni yuvadigan, immunitetni ko'taradigan, qonni tozalaydigan eng toza asal qo'shamiz. Shuning uchun sedanamizni narxi unaqa qimmat emas, ichganda foydasini yaxshi bilishadi. Keyin biz unga zaytun yog'i qo'shamiz. Zaytun yog'i bizda birinchi sovuq siqilgan eng qo'yiq 80% zaytun yog'i qo'shamiz. Ko'pchilik masalan zaytun yog'iga boshqa yog'ni aralashtirib temir idishlarga qadoqlab sotadi-yu, bitta ishni qilaversangiz uni foydasini, zararini, miqdorini, tozasini, tozamasini bilib olar ekansiz. Biz mana shu zaytun yog'ini ichida ishlaverib, zaytun yog'ini eng tozasini o'sha joyidan, haqiqiy zaytun yog' siqilgan joyidan olib keltirib qo'shamiz. Shuning uchun bizni qora sedanamiz mahsulotimizni ichgan odam foydasini birpasda biladi. Qora sedana o'limdan boshqa hamma dardga davo, olib ichinglar. Birinchi o'rinda u sehrlar, ziyonlar, nazarlar chiqaradi. Tarkibida oqsil ko'pligi uchun to'kilayotgan sochlaringiz to'kilmay qoladi.
keyin yosh bolalar sochi oqarib ketsa sochlarni qoraytiradi, oshqozonni motorikasini yaxshilaydi. Muhammadjon dadasi qayerda? Ha, chiqarib bo'lsangiz quyib beraman. Xo'p. Keyin qora sedanani ichib yurib, mana 16 yilda homilador bo'lgan qizni o'tifini qo'ydim. Kechagi videoyimda ko'rdilaring. Muhammadjon mana mani o'g'lim, dadasini 23 yilda topilgan bolasi. Muhammadjon qarab qo'y. Shirinda, mashalloh. Salqaroq uyga kirib olib, men sedana quyishim kerak edi, tayyor qilib. Massasini tayyorlab olsam, men idishlarga quyaman. Xo'p, keyin yana sizlarga aytadiganim, sedana yana farzandli bo'lishingizga yordam beradigan narsa. Bundan tashqari yuragingiz siqilmaydi, kuch beradi. Men masalan bir kunda juda ko'p ishlarni qilaman. Bunga sedana ichib olganimdan keyin charchamayman. Shu sedana sababchi bo'ladi. Xudoy taolo meni energiyamga ham baraka berib qo'ygan. O'zi energiyangizga baraka bersa, charchamas ekansiz. Qalbingizga baraka bersa, yuragingiz siqilmas ekan. Ilmingizga baraka bersa, hamma narsani fahmi, farosatingiz oshib ketib, fiqh, ya'ni faqih bo'lar ekansiz, tushunuvchi bo'lib qolar ekansiz. Oilangizga baraka bersa, oilangiz hamjihat bo'lar ekan. Nikohingizga baraka bersa, xotin bir-biringizga yaxshi ko'rar ekansiz, bir-biringizni duo qilar ekansiz, bir-biringizdan bezmas ekansiz. Bolalaringizga baraka bersa, ular haligi salohiyatli, umri uzoq bo'lar ekan. Zurriyotingizga baraka bersa, erta o'limlar kamayar ekan. O'shaning uchun savdoyingizga baraka bersa, savdoyingiz oshib ketar ekan. Men Sahihul Buxoriyni o'qiyman-da, mana. Sahihul Buxoriy 4 tomli. Hozir shu 2-tomini oxiriga kelganimda bitta hadis o'qib qoldim. O'sha hadisda bunday yozilgan ekan. Payg'ambar alayhisalom Urva radhiyallohu anhuga 1 dinor bergan ekanlar, bitta qo'y olib kelgan bozordan deb. Urva radhiyallohu anhu bozorga borib 1 dinorga 2 ta qo'y olib kelib, olib, bittasini 1 dinorga sotib, bitta qo'y bilan 1 dinorni qaytarib kelgan ekanlar. Shunda payg'ambar alayhisalom Allohim Urvani savdosiga baraka ber duo qilgan ekanlar. O'shundan keyin Urva radhiyallohu anhu tuproq olsa ham foyda qiladigan bo'lgan ekan. O'sha nima hadisda o'qib olib, qo'limni ochib, men sahar payti edi. Qo'limni ochib, Allohim, meni ham qora sedanamni savdoyimga baraka bergin deb duo qildim. Keyin YouTube'ga video joyladik. O'sha YouTube'dan ko'pchilik ko'rib qora sedana olishni boshladi. Oldin bir kunda 20 ta, 15 ta sotadigan bo'lsak, 2 baravar, 3 baravarga savdo oshib ketdi, Xudoga shukr. Demak, hamma narsaga baraka tilash kerak ekan. Misol uchun oddiy kitob, mana shu kitoblar hammasini o'qib chiqqanman va bu kitoblar mayli, bular tuzirog'i kitobdi, ya'ni jild yirtilmagan, butunlari yirtilib ketgan kitoblarim ham bor-da. O'sha kitoblarimni hammasini sandiqqa solib qo'yganman. Yaqinda kitob joni yasab turganda ularni restavratsiya qilib, Xudo xolasa tuzatiraman. Nima demoqchiman? Kitob o'qiyotgan Allohim, mana shu o'qiyotgan kitobimga baraka bergin deb so'rayman. Va Robbi yassir, Allohim oson qilgan, qiyin qilmagan, har bir ish oxirini xayrli qilgin deb so'rayman. Shunda o'qigan kitobimni tugatalaman. Ko'pchilik kitob o'qiydi-ku, tugatalmaydi. Qolib ketadi yarmida va qiziqmaydi. Shunda Allohim, Robbim ilmimni ziyoda qilgin, o'qiyotgan kitobimga baraka bergin desangiz, barakada gap ko'p ekan. Xullas, sizlarga vaza bilan boshlangan gapim baraka bilan tugayapti. Bu bizni mehmonxonamiz, uy tozalagani, odam chaqirtirgandim, yengil chiroq qilib tozalab berishyapti. O'zingizni qo'lingiz yo'qmi deb so'rashlaringiz mumkin. O'zim qo'lim bor, faqat men sedana quyaman. YouTube'ga mana video olyapman, Instagramga istoriya qo'yaman, Telegramga video qo'yaman. Sotuv qilaman, adminlarim bilan bog'lanaman, gaplashaman. Shunaqa ishlar qilaman. Asosiy ishlarni qilaman va pulimga odam chaqirtirib uy yig'ishtirsam, buni hech qanaqa aybi yo'q deb o'ylayman. Ishonchli, yaxshi qizlar kelib, chiroyli qilib yig'ishtirib berishyapti mana.
Mana bu Muhammadjonning mashinachalari. Sabr tirak. Biz sabr tirak minishdan oldin o'yinchog'ini olganmiz. Bu qanaqasini chitavmi? Politsiya. Matesicha, chaqmoq, so'yish, bava, Telefonlarda ham mashina qilib berib qo'yibdi o'g'lim. Mashinacha. Balli. Mashinacha steroid. Chaqmoq. Mashinacha. Xullas, mana sizlarga mana 15 minutlik gapiradigan gapim. Inshaalloh ertaga yana sizlar bilan ijtimoiy odoblar haqida gaplashamiz. Salomat bo'linglar. Zo'r chiqdi o'g'lim. Ha, aytmoqchi, ovqatni o'chirib qo'yaylik. Biz ovqat ham qilib qo'ygan edik. Hozir mana bu bizning oshxonamiz. Ey, o'g'ilcham mana. Mana. Qo'y go'sht yeymiz har doim. Sababi men rosa ozib ketadigan kasal bo'lib qolganman va o'sha kasaldan bir tabib aytganki, siz faqat qo'y yog'i, qo'y go'shti yeng degan. Keyin qo'y yog'i, qo'y go'shti haqida o'qisam, qo'y go'shtini Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rgan ekanlar. Qo'y go'shti shifo narsa ekan. Mol go'shti illat, qo'y go'shti xislat degan ekanlar. Keyin bitta olma olaylik. Shundan keyin qo'y go'shti yeyishni boshlagandan keyin men ozib ketish kasalidan, yurak siqilish kasallaridan, nimjonlik kasallaridan xalos bo'lishni boshlaganman. O'sha qo'y yog'i va qo'y go'shtida ovqat qilaman. Hatto onam qo'y yog'ini menga eritib berganlar. Hozir ko'rsataman. Mana kastrulkada qo'y yog'i turadi. Bu hech ham sassiq emas. Buni onam shirin qilib eritib berganlar. Hidi yo'q. Hatto suyuq ovqatlarga ham mana shu qo'y yog'idan yarim cho'mich quyib suyuq ovqat qilaman. Oshga bir cho'mich quyaman. Keyin yarim cho'mich zaytun yog'i qo'shaman. Zaytun yog'i ham juda shifoyor. Endi juda ham kasalliklar ko'paygan sari, dunyo farmatsevtikaga qaram bo'lib qolgan sari odamlar, tabiiy ovqatlangan odamlar yashab qoladi, kasal bo'lmaydi. Notabiiy ovqatlanganlar farmatsevtikaga qaram bo'lib qoladi. Tabiiy ovqatlarda eng keragi qo'y yog'i, qo'y go'shti. Bolalaringizga ham, injiq, nimjon bolalarga ham qo'y yog'ida jizza qilib berib, tez-tez yegizib turing. U ularda o't pufayini ochadi. Ko'pchilikda o'ti dimlanib qolgan, sababi ular o't pufayda yog' tuzatishini bilmaydi. O't pufayda faqat yog' tuzatadi. Yog'li narsa yemay qo'yganlarda o'ti chachmay qo'yadi zaharni. Yog'li narsani eritish uchun zahar chachar ekanda o't pufay. Yog' chachmay qo'yadi va natijada o'ti dimlanib, keyin o't pufayini oldirib yuboradi ayollar. O't pufayini oldirgandan keyin ular jigari kasal bo'ladi, saxir bo'ladi, ko'p kasal bo'ladi, qorni ishadi, semirib ketadi, og'zidan yomon hid keladi, qabziyat bo'ladi. O'shunaqa odamlarga qo'y yog'i, qo'y go'shtini doimiy yeb yurishini tavsiya qilaman. Qo'y yog'i davleniyani oshirmaydi, qaytanga u o'ta mo'tadil narsa hisoblanadi. Bismillah. Yana sizlarga xudo xolasa nim tabassum qilib asabni davolash haqida video chiqaraman. Mani kanalimni kuzatishda davom eting, like bosib qo'ying, podpiska bo'lib oling. Qorasidana sizga kerak bo'lsa, Havvo Tohirovna deb yozsangiz Telegram kanalim chiqadi. Telegram kanalimda dillerlarning nomerlari bor. Hamma shaharda qorasidanamiz bor. Opisiyaga ham dillerlarning kanalini biriktirib qo'yaman, nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib olsangiz bo'ladi. Hammasi bizga ruqya qilingan mahsulotlar. Instagramda ham meni kuzating, Havvo Tohirovna deb yozsangiz chiqadi. Faqat H da qattiq X'li H bilan, ikkita V bilan yozasiz. X H A V V O Tohirovna deb yozsangiz Instagramda 324 mingta podpischikim bor. Telegramda 55 mingta podpischikim bor. YouTube'da mana 8 mingta bo'libmiz.
Mashalloh, baraka tilashda gap ko'p ekan. Baraka tilang. Biznesingizga ham, umringizga ham, rizqingizga ham, obro' martabangizga ham, nikohingizga ham, farzandlaringizga ham hammasiga baraka tilang. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.